Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzumiz trigonometriya deb nomlanadi. Ko'pchilik trigonometriyada sinus, kosinus, tangens, kotangenuslarni jadval asosidagi burchak qiymatlarini olishga qiynaladi. Ya'ni sinus 30 gradusda necha, 0 gradusda qiymat necha, 90 gradusda qiymat necha va hokazo olishga qiynaladi. Bugungi mavzumiz shunga bag'ishlanadi. Buni yodlab qoladigan yoki eslab qoladigan eng oson usullardan biri, birinchi bo'lib sinus jadvalida quyidagi sonlarni kiritib chiqamiz. 0, 1, 2, 3, 4. Va kiritgan 0 dan 4 gacha kiritgan sonlarimizda hammasini ildiz ostida belgilaymiz. Ildiz osti 0, ildiz osti 1, ya'ni kvadrat ildiz. 2, 3 va 4. Va har birini 2 ga bo'lib chiqaramiz. 2 ga bo'lib chiqamiz. Xo'p, shundan so'ng bizga nima hosil bo'ladi? Men buni pastdan ko'rsatishga harakat qilaman. Sinus 0 gradusda, demak, ildiz osti 0 dan 0, 0 ni 2 ga bo'lsak, bizda 0 qiymat hosil bo'ladi. Sinus 30 gradusda, ildiz osti 1 dan 1 chiqadi. 1 taqsim 2. Sinus 45 gradusda, ildiz osti 2 dan bizda ildiz osti 2 qoladi va taqsim 2. Sinus 60 gradus qiymatimizda, ildiz osti 3 dan bizda ildiz osti 3 chiqadi va 2. Va oxirgi qiymat sinus 90 gradusda esa ildiz osti 4 dan 2 taqsim 2. 2 ni 2 ga bo'lsak, bu degani 1 qiymat hosil bo'lar ekan. Demak, bizda hosil bo'lgan qiymat mana shu narsa, mana shu qiymatlarimiz kosinusni teskarisi, ya'ni kosinus 0 gradusda 1. Shuni teskarisini olamiz. Kosinus 30 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2. Kosinus 45 gradusda ildiz ostida 2 taqsim 2. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 va kosinus 90 gradusda 0. Mana biz sinus va kosinusni qiymatlarini aniqlab topib oldik. Endi tangens va kotangens topish qiymatlari juda ham oson bo'ladi. Ya'ni tangens degani bizda